Mana telefoningiz sizning tagida tushib qolgan ekan. Rahmat kattakon. Mana bu sizga. Bu ko'p lekin. Ovring, buning ichida undan ham qimmat narsalar bor edi. Ovring. Rahmat. Bugungi vaqtingiz qanaqa? Lekin men ishlashim kerak. Voy, yuring, pulini beraman, yuring. Voy, o'tiring. Kechirasiz, qarang, men bu olib bergan kiyimlaringiz pulini keyin mendan olib qolmaysizmi? Bular sizga sovg'a. Keyin kiyimlaringizni tashlab oling. Telefoningiz qanaqa edi? Ikkinchi? Shu Android. Bu ham sizga sovg'a. Keyin mashinangizni qo'ying, men mashinada ketamiz. Siz mashinangizda? Eringiz ko'rib qolsa-chi? Va yerga tegmaganman, haydang. Lekin meni kiyimlarim ham turaysiz kerak. Qaq kelding. Yaxshimisan? Tanish. Bular yigitimlar. Tanishganimdan xursandman. Mana. Kiramizmi? Maylimi, siz hozir kiravering-da. Hozir Bo'pti, kirib. Mayli, men qarang, hozir ichkariga kirsa, yigitingiz ko'rib qolsa nima bo'ladi? Va yigitim yo'q. To'xtang. Men qarang, nima xolayapsiz o'zi? Yigitim yo'q deyapsiz, erim yo'q deyapsiz, lekin menga bergan telefoningizni ham, o'zingiz telefoningizni ham bitta yigit rasmi turibdi. Kim bu? Bu haqda keyin gaplashaylik. Yo'q, men qarang, munosabatlarimiz yolg'onga qurilishini xohlamayman. To'g'risini aytsam, bu Hop. men 2 yil oldin. To'xtada, bu yoqqa kelasan. Yo'saman. Kiyimimni nima tashlab yubordim?